Bugun go'zal qizimizga yuz massajini qilib beramiz. Yuz massajini qilib turish kerak. Yuzda qon aylanishi yaxshi bo'ladi. Husnbuzarlar, ajinlar yo'qoladi xudo xolisa. Yuzlar tiniqlashadi. Uy sharoitida ham hamma qizlar o'zingizlar massaj qilib tursanglar bo'ladi. Bo'lmasa menga kelsanglar, o'zim chiroyli qilib massaj qilib qo'yaman. Yaxshimi, yoqyaptimi sizga? Zo'r. Oldingizmi? Boshlang. Boyagi davom ketyapti. Yuz hijamasini qilyapmiz bu qizimizga. Yuzlarda ozgina mayda sepkillari bor ekan, ozgina o'g'rilar chiqyapti.